Xameneyning o'limi Mossadning rivoyatlik nomini texim to'ntib etdi. Kishilarning gumonini qo'zg'aydigan yeri shuki, nima uchun Xameney va yuqori darajali qo'mondonlar o'lib, Zontong Pezeshkian hayot qoladi? Acaba Iran Zontongni qo'g'dash o'rinlashtirmasi Xameneynikidimi chingmi? Yoki buning bir o'yin bormi? Xameney aslida bundoq baldir o'lib ketmasligi kerak edi. Xalqaro jamiyat keyingi navbatlik Iran suhbatining vaqtiga qiziqayotgan paytda o'limiga yerdan Amerika bilan Isroil biraqli qo'l silib, Iran yuqori qatlamidagi rahbarlarini jusay urgandek o'rab tashladi. Acaba dushman bir qo'l solsa g'alab qilgudek Iranning mudofaa xizmati shunchalik ojizmi? Amerika urush rayoni turbitining aytishicha, 5 burchaklik binodagi bir yuqori darajali amaldor oshkorlab, 28 saharda Amerika bilan Isroilga vaqt o'rlashtirmasi intayin aniq bo'lgan muhim axborot berishgan. Ya'ni Xameneyni o'z ichiga olgan Iranning 5 dan 10 gacha yuqori qatlam rahbari shu kun tushdan burun Tehronga joylashgan bir qoroda yig'in ochgan. Bu qoroda dahiy ishxonasi vaqtliq joylashgan o'rin ekan. Shu kun saharda Amerika bilan Isroil darhol zarba berish planini yo'l qo'ygan. Amerika Iran harbiy nuqtalarga zarba berishga, Isroil Xameneyni o'ldirishga mas'ul bo'lgan. Isroil necha soat ichida Iranning yuqori qatlam xodimlarini nuqtaliq tozaladi. Isroil hujum unumini kafolatlik qilish uchun dahiy ishxonasi joylashgan qoroga jami 30 tani ig'ir tipli boshqurilgan bomba qo'yib bergan. Chet ellardagi nurg'un bilik egallarining xabar qaraganda, havo hujumi yuz bergandan keyin Mossadning alayda xodimlari Xameneyning bombardimon qilingandan keyingi suratini tartgan hamda Netanyahuga bevosita aytib bergan. Xameneyning o'lganligini to'liq tezimlashtirgan. Gerçi bu xabarning rostligi isbotlanmagan bo'lsa-mu, lekin inkor qilishga bo'lmaydigani shuki, bu qator Mossadning axborot xizmati nihoyat inchik ishlangan edi. Ular Xameneyga qatnashadigan yig'in vaqti va o'rnini nihoyat tafsiliy egallab, havo armiyasining urush aeroplanlarini muddatdan burun uchishga buyurgan. Hamda Iran havo mudofaa sistemasidan o'ngishli bosib o'tib, yig'in ichilayotgan o'ringa bombani dal tashlagan. Rostini aytganda, Iranga nisbatan bundoq fojialik sahnasining tunji qatam o'ynalishi emas. 2020-yili Iran inqilobiy qo'g'dinish atirning bosh qo'mondoni Sulaymani Bag'dod aerodromida Amerika armiyasining uchuvchisi aeroplanining hujumida o'ldirilgan. 2024-yili va 2025-yili Iran chegarasida nurg'un yuqori darajali amaldorlar va yadro qurish olimlari nuqtaliq qaslab o'ldirilgan. Bu mezgilda Iran ko'p qatim ichki qismda tozalash elib berib, nurg'un Isroil jasuslarini tutdi. Lekin bu qatim Xameney va yuqori darajali amaldorlar yana qaslab o'ldirishdan qila olmadi. Amerika bilan Isroilning qaslab o'ldirish harakati xuddi chaqmoqdek qiz bo'lgan bo'lib, ular ixtiyorsiz holatda kishilarni Iranning axborot va amallik saqlash xizmatidan gumonlantirib qo'ydi. Isroil axborot organi Mossadning alayidaligi uzoq muddat o'rinlashtirish, yerliklashtirib qabul qilish, ijtimoiy qatlamlarga singib kirish bo'lib, uning Irandagi axborot bo'ri harakatchan, uzluksiz yangilanayotgan strolog tashkilot bo'lib, jamiyatning o'rtagan qatlamidagi nurg'un yepuch bilan ta'minlovchi jasuslar emas, balki Iranning yuqori qatlamidagi nurg'un muhim xodimlari bor. Iran necha yillardan buyon ichki qismdagi nurg'un odamni yo'qotdi, ammo Isroil axborot organining butkul tashkiliy qurilmasini yiltizdan yulib tashlay olmadi. Mossadning jasuslari Iranning eng yadroliq axborot tugillariga singib kirib, intayin cho'nqur yushrangan. Masalan, hozir Zontong Pezeshkian Xameneyning o'limidan keyin nurg'un kishilarning gumonini qo'zg'agan. Bu kishi sobiq Zontong raisining aeroplan tushib ketish voqeasi sababidan Zontong o'rnidan chiqqan bo'lib, Zontong sayli mezgilida G'arb bilan Iranning yadro suhbatini asliga keltirish, G'arb ellari bilan bo'lgan aloqani quyuqlashtirishni tashviq qilib kelgan. Taqiq chiqqandan keyin Iran izchil Amerikaga har xil suhbat signalini berib kelgan. Shunga u izchil muttasiq kuchlar tomonidan Amerika parast deb qarilib keldi. Hozir Iranning yuqori qatlamidagi xalqaro shaxslar o'ldirildi. Hatto uzun yil bekor yurgan sobiq Zontong Nijatnoma hujum uchrab qazo qilganlik to'g'risida har xil xabarlar tarqalib yurmoqda. Lekin qirishqandek Iranning yuqori qatlamdagilardan Pezeshkiandek muhim shaxs omon qoldi. Bu davlat ichidagi muttasiq kuchlarning kuchli gumonini qo'zg'adi. Acaba Iran Zontongning amonlik saqlash tadbiri oliy dahiy va inqilobiy qo'g'dinish atirsining bosh qo'mondonidan yuqorimi? Amaliyotda Iranning huquq qurilmasi biz ekran oldida ko'rgandek bir xil uyultashdek hokim mutlaqlik bo'lmasdan, balki yuksak darajada parchalangan ko'p markazli huquq sistemasiga bo'lingan. Yuzaki jihatdan qaraganda Xameney butkul huquqni changilga olgan oliy dahiy bo'lsa-mu, amaliyotda inqilobiy qo'g'dinish qismi, Iran axborot tarmoqlari, Zontong mahkamasi, hukumat sistemasi va oliy dahiy ishxonasi qatorliq bir qancha cho'ng bo'lakda har kim o'zi bilgancha ish qilib, bir-birining kuchini cheklab kelmoqda. Bu xil loyihaning dastlabki maqsadi har qanday bir kuchning siyosiy o'zgarish qo'zg'ashini oldini olish. Lekin bu bo'laklar orasida doim o'zaro gumonlanish va tepish ko'rilib turdi. Masalan, inqilobiy qo'g'dinish atirda Zontong va uning yanidagi kishilarni nazorat qilib turdi. Doimiy ishxonasi inqilobiy qo'g'dinish atirdagi odamlar etib ularni nazorat qildi. Zontong parlament yoki yerlik kuchlar orqali ular bilan kuch sinishdi. Iranning davlat ichki axborot tashkiloti bo'lgan Axborot va davlat bexatarlik ministrligi bilan Iran inqilobiy qo'g'dinish atirda harbiy axborot tashkiloti azaldan yadroliq sonliq ma'lumotlarni o'rtaq bahrilanmaydi. Hatto qarshi tarafni qasddan soxta axborot bilan ta'minlab, qarshi tarafning qanchalik sodliqini va beparvoligini sinab, ko'nglini xo'sh qiladi. Har qaysi taraf muhim uchurni bir-biridan qizg'inib va to'pib talishib, har qaysi sistemalarning bir-biriga ishonmasligidan kelib chiqqan kuchur qorong'uligini shakllantirib, eng oxirida davlat manfaatini ziyonga uchirtadi.
Bu xil axborot egallashdagi yetersizlik nuqtasi va amonlik saqlashdagi yuchuqlar Mossad bilan Amerika Markaziy axborot idorasiga fursat yaratib berdi. Hozirgi nuqtaliq zarba berish ko'proyin birlashgan AI sonliq ma'lumot urushi davriga kirdi. Amerika va Isroilning axborot organlari yapuvchi bilan ta'minlovchilardan boshqa yana texnik farqi Ironning muhim arboblarning bexatarlikni qo'g'dash tadbirini texim qiyinlashtirib etdi. Isroil 8200 qismi va Amerika NASA qatorliq sun'iy amrat to'r axborot organlari Ironning butun zaminda signal bilan qoplash va nazorat qilish to'rini qurib bo'ldi. Ironning yuqori qatlamidagilar Rossiyada yoki davlatimiz ishlangan shifrli yon telefon yoki maxfiyatlikni saqlash sistemasini ishlatgan taqdirdami, yana elektronlik uchur sonliq ma'lumotini butunlay yo'chirib qola olmaydi. Bundan boshqa xalqaro AI ittifoqining qo'shilishi Amerika Isroil axborot tarmoqlarining uyumini zo'r darajada o'stirdi. Amerika Isroil axborot organlari Iron yuqori qatlamidagilarning 10 necha yillik harakat cho'ng sonliq ma'lumotini to'plab, AI orqali muhim bo'lgan safarga chiqish liniyasi, yig'in vaqti, g'izalanish qiziqishi, turmush odati, hatto oilasizliklarning faoliyat qonuniyati qatorliqlarni sistemlik ratlab chiqdi. Mossad AI moduli orqali Ironning sun'iy amrat surati, signal sonliq ma'lumoti, ijtimoiy aloqa taratquq qoldiqi, hatto qochqonning iqrori va josuslarning yepuvchi sonliq ma'lumotini giralashim tahlil qilish orqali oldin mo'lchallab axborot to'g'riliq nisbatini yana o'stirdi. Iron bultur 12 dekabr siyosiy o'zgarish harakatidan keyin oz deganda 4 qitim keng ko'lamli josuslarni tozalash harakatini qo'zg'adi. Qo'lga olinganlarning soni necha 10 mingga eshib ketdi. Nurg'unlari ochiq oshkor darg'isib o'ldirildi. Bundaq yuqori besimli tozalash harakati qo'shinni paklashtirishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, lekin nihoyat tezda Iroq ichki qismidagi mazhablarning o'zaro o'chilishi, siyosiy raqibning kuchini ozlashtirish quroliga aylanib ketdi. Qattiq qo'llar fursatdan foydalanib o'zi bilan put tepishgan kuchlarni tozaladi. Islohotchilarga g'arbparast degan qalpoq kiydirildi. Ironda huquqning parcha-parcha va chechilang bo'lib ketishi aslida ig'ir edi. Eksil inqilobchilarni tozalash harakati bu xil ichki sarfiyatni yana ig'irlashtirib etdi. Hatto eksil inqilobchilarni tozalashning o'zi texnik ko'p maxfiyatlikni oshkorlab qo'ydi. Ba'zi kishilar o'zining jinini saqlab qolish uchun tashabbuskorlik bilan tashqi kuchlarni axborot bilan ta'minlab, shu orqali panohlikqa erishmoqchi bo'ldi. Ironga nisbatan aytganda bu qitimki zarba davlat va armiya rahbarlarini zang uchratib qolmay, Iron hokimiyatining qonunlikligi va mavjud bo'lib turish iqtidorini ig'ir zang uchratdi. Yangi qurilgan vaqtli rahbarlik komitetining haqiqiy unumli amonlik saqlash va tadbir belgisi sistemasini qayta qurish qurolmasligi yana ma'lum. Ironning kechirmishlari dunyoga yana bir qitim ogohlantirish signali tarqatdi. G'arbning zo'migarlik oldida murassa qilish va yo'l qo'yish dushmanning qadam-qadam qistab kelishi va davlatni halokat girdobiga ishtirib opirishdan boshqa narsa emas. Faqat xalqarodagi bundaq zo'migar va tajovuz kuchlarga dodillik bilan mushatqanlar o'z xalqining mangulik tinch omonligini qo'lga keltirgili bo'ldi. Ajiz davlatning diplomatiyasi bo'lmaydi. Davlat manfaati va o'z xalqining taqdiri jang uchirganda suhbat hech nimani hal qila olmaydi.